Men xushxabar ya'ni Injil haqidagi bir oz mulohaza yuritmoqchiman. E'tiqod sust emas, e'tiqod oqibatlarsiz bo'lmaydi. Masihiy olamdagi eng ko'p iqtibos keltiriladigan oyat bu ehtimol Yuhanna 3-bob 16-oyat bo'lib, unda aytilishicha, Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Odamlar abadiy hayotga qanday qilib erishishlari mumkin? Isoga ishonganlarning hammasi ham haqiqatdan Isoga ishonmasligini bilasizlar degan umiddaman. Masalan, musulmonlar Iso alayhissalom Allohning payg'ambari ekanligiga ishonishadi. Ular uning bokir qizdan tug'ilganiga ishonishadi. Lekin ular uning ilohiyligi yoki otasi bilan bog'liqligi haqidagi har qanday da'volarni rad etishadi. Buddizm kabi sharq dillari ba'zan Isoni dono odam, ma'naviyat o'qituvchisi, shunchaki boshqa ko'plab o'qituvchilardan biri xolos deb ta'kidlashadi. Men musulmonlarga shu xabar aytish uchun borib turaman. Shunda men Isoga ishonishning muhimligini aytganimda, ularning ko'plari menga "Ha, men Isoga ishonaman, chunki Isoga ishonmagan hech bir musulmon o'zini musulmon deb ayta olmaydi" deyshadi. Keyin men Iso abadiy hayotga olib boradigan yagona yo'l ekanligini hamda Isoning ismi insonni gunohidan qutqarishi mumkin bo'lgan yagona ismdir, chunki u haqiqat va hayot yo'lidir deb aytsam, ular "Oh, yo'q, bunisi ortiqcha" deyshadi. Men ba'zi o'zini masihiy deb atalganlarni uchratib, ular bilan birga ibodat qilaman. Shu bilan birga ularni rag'batlantiraman. Lekin boshqa paytlarda men ularga "Nima uchun siz masihiysiz? Menga bu nimani anglatishini va iymoningizning asosi nimada ekanligini bilasizmi?" deb so'raganimda ular nima deyishini bilmaydilar. Ha, albatta, biz shu xabarga ishonamiz va biz najot topdik. Lekin nimaga ishonishingizni va bu iymonning oqibati nima ekanligini bilmasangiz, unda qanday qilib ishonasiz? 1-Korintiklarga 15-bob 1-4-oyatlari shu xabarning mazmunini ushbu 3 asosda ifodalaydi. Birinchidan, Iso muqaddas kalomga binoan bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. Ikkinchidan, keyin Iso dafn etildi. Uchinchidan, Iso muqaddas kalomga muvofiq 3-kuni yana qayta tirildi. Men sanab o'tgan bu 3 asosning har birining oqibati iymonlining hayoti va tabiatiga bevosita ta'sir qiladi. Iso mening gunohlarim uchun o'ldi, chunki men umidsiz, ojiz va adashgan edim. Men gunohimning og'irligi tufayli gunohni jazolash kerak bo'lgan muqaddas Xudoning g'azabiga uchrab o'limga mahkum bo'lishim kerak edi. Birinchi odam xatodan meros bo'lib qolgan gunoh tabiati meni ich-ichimdan vayron qilgan edi. Hatto o'z gunohim uchun o'z hayotim bilan to'lamoqchi bo'lsam ham buni to'la olmayman. Chunki iflos trubadan toza suv oqib chiqmaydi. Men gunoh qilganim uchun gunohkor emasman, balki gunohda to'lganim uchun gunohkordirman. Men gunohkor bo'lganim uchun gunoh qildim. Mening gunohkor tabiatim mening ishlarimga turtki bo'ladi. Shuning uchun men muqaddas Xudo oldida o'zimni hech qanday amalim orqali ularni yopa olmayman. Shunday qilib Xudo bo'lgan Iso tanada mukammal muqaddas insonni biz uchun ochib berdi. U mening insoniy tabiatimni meros qilib olmagan bo'lsa-da, xoshda mening o'rnimni egallab, men ichishim kerak bo'lgan g'azab kosasini meni o'rnimga ichdi. Iso gunoh uchun mukammal qurbonlik keltirishning isboti sifatida o'lib dafn qilindi va 3-kuni qayta tirildi. Xudo gunohkor insoniyat nomidan Isoning qurbonligini bir marta va abadiy qabul qildi va u bundan mamnun bo'ldi. Chunki muqaddas kitob 1-Korintiklarga 15-bob 17-oyatda shunday deyilgan: Agar Masih tirilmagan bo'lsa, sizning iymoningiz befoyda va siz hali ham gunohdasiz. Agar Xudo Iso Masihning qurbonligidan mamnun bo'lgan bo'lsa, demak, Iso qilgan narsaga ishonish va uni qabul qilishdan boshqa hech qanday to'lov to'lash shart emas. Shunday qilib, agar men Iso Masih qilgan narsaga ishonmasam, men umidsiz holda yo'qolib, gunohimda o'laman. Agar men uning o'limi va tirilishiga ishonsam, bu meni kechirganimni anglatadi. Bu endi men Xudoning dushmani emasligimni ifodalaydi. Bu degani Iso meni gunohimni jazosidan qutqarish uchun to'liq mukammal narxni to'laganidir. Endi men gunoh qilmaslikka ahd qilsam-u, lekin gunohning quli bo'lib yashayversam, axir Iso meni gunohlarim uchun o'lgan edi-ku. Endi men qanday qilib Iso Masih meni gunohim uchun o'lganiga ishonaman deb aytsam-u, lekin gunoh qilishni davom ettiraversam, bu degani men ishonmayman degani emasmi?
Qanday qilib men samolyotni halokatga uchrayotganiga ishonishimni aytsam-u, lekin parashyutni taqib olishdan bosh tortsam. Bu shunchaki men samolyot halokatga uchrashiga ishonmayman degani-ku. Bu bilan men bir narsaga ishonaman deyishimga o'zim ishonmayman degani emasmi? Men bir narsaga ishonsam, men shu ishonchim bo'yicha harakat qilaman. Rimliklarga 10-bob 10-oyatda inson chin qalbdan ishonib oqlanadi deyilgan. Najotkorga muhtoj bo'lgan gunohkor o'ziga yordam bera olmasligiga ishonadi. Shuning uchun u Iso Masihga muhtojdir. Avval qalb ustida ishlash kerak, keyin ruhan qashshoqlikni tan olish muhim, chunki yurakni o'zgartirmasdan najotga erishib bo'lmaydi. Va shundan keyingina najot topish uchun gunohni e'tirof etish ta'kidlanadi. Siz nimaga ishonasiz? Ishonchingiz sizni hayotingizni qanday qilib o'zgartirishi mumkin? Bu iymoningizning haqiqiy tasdig'idir. Meni eshiting. Masih qoshda o'lganida men u bilan gunohlarim uchun o'ldim. Chunki Iso odamlarni chaqirganida birinchi navbatda ularni kelib, gunohlar uchun o'lishiga chaqiradi. Qachonki u tirilganida men u bilan birga tirildim va Xudoga solihlik bilan yashashga kirishdim. Men Iso Masihga iymon keltiraman deganimda, bu meni qutqargan Injil xushxabari ekanligiga ishonaman. This is the gospel that has saved me.